edik romantik, Ko'zingizni ochmay bekib olaymi aka? Sidetida 10, 8, 9, 10. 10 haykal, bekinmagan kal. Qani sana? Qani bu? Qaynım. Qaynım, bu yoqqa. Assalomu alaykum tog'a. Pocha qandaysiz? Alaysan. Ja? O'tir. Opangni urdim. Yo'q. Nima ko'rasiz opamni? Yo'q. Ha, aytganini qilmayapti, gapga quloq solmayapti, urdim-da keyin. Bechoralar, keyin nima bo'ldi keyin? Ana oqsoqol bor-ku. O'sha kampir bilan ajrashibdimi? Kecha bir eshitdim. Ha, bechora Jumagul xolam kecha kelib dardini aytib ketdi. Ani sibisga chiqasan. Bormi? Bor mana. U oqsoqolniki mana bunaqa ekanda. Nima? Ish ko'p ekan. Bu qanaqa semichka, munchazu? Bu gazdak semichka bu mana. Sen buni bilmasan kerak. Yo'q, men buni bilaman. İçinden $5 chiqyapti. Keyin iPhone yutib olish imkoniyati ham bor qog'ozchada. Ha, shunaqa semichkada bu. Futbol ko'ramizmi semichka chaqib? Davay, Real bilan Barsa o'ynaydi. Zo'r. Davay, ketdik, yur. Haftorni ko'ramiz, xo'p? Yur. Pocha qo'ying, hazil qilmang. Ichagim uzashda pocha. Bo'pti, xo'p, pocha. Bo'pti. Yomon ulfat odamda pocha. Qaramang. Voy. Tapamading kalkan. Xudoga shukr tirgagani. 60 yil bo'pti, bechoraga. Koreyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, bitta. Kuyov desmi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ekansan. Koreyada ishing bizga qo'yamasa. Chupda. Kutasanaka. Kiraylik, ket. Kelinni ko'raylik. Qo'yamasa-jon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oy. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasa-jon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? $2,000. San olgana? Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'qmi? Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay, qo'yamasa-jon, hech xavotir olmang. Mana bizda bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Qara, men ham chalaman. Og'zingda cho'p. Svista cholma. Svista cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keldik, dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ay!
Ulan, Ha. ana shu ovqatning mayini qoshingga surt zo'r o'sadi. Yo'q, a? Ha? Sen ham surt. Yo, tavba, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi, aya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sassiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyapti deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz shiroz kelar ekanda, ha? Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak pirzaboni, qo'shikamalak pirzaboni. Ola o'ynamay ko'rgam. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda toshday qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yer menga sani. Nam yongir. Okay, nam yongir. Ay. Yuz çaktı. Komilaxon hamma yo'qmi? Nima hamma yo'q. Mana bilan yurasizmi yo'qmi? Yurmayman. Men menga yopishyapsiz, tinglab bo'lgan. Orzularimda borsan. Cho'ganmi bu? Qoning nechaman hozir? Sizga emasman, qonimni tishlaymi? Qoning chiqib tashlayman. Hamma yo'qmi? Sevgiga javob ber. Yo'q. Jo'ram mana. Sig'di yo'qmayapti. Bobur to'g'ri qilib, iltimos hamma qarayapti. Shunaymi? Nima sen menga kanada yopishib olgansan? Yo'q, kanamisan? Kanamisan? Ay. Avele. Kana tishlagan ekanda mana. Qoch. Ya kana tishlagan mani. Voy, og'riyapti lekin. Kana tishlagan mani, kana. Hav. Mana suyuqlik topib keldim. Buni ichganingdan keyin ko'rinmas odamga aylanasan. Keyin do'konga o'g'irlikka tushamiz, hech kim seni ko'rmaydi. Yo'q. Manchi? Ha, ich. Mana ichib. Qani? Yo'qmi? Ko'rinmayman. Mana. Yo, bu ham emas. Ko'rinmayapti. Yo'q. Ketik davay do'konga. Do'konga. Kel orqamizdan kel, qayerda? Qara. Voy, Payna. Keldingmi magazinga? ha yoningdaman-ku. Qayerdasan? Ko'rinmayapmanmi rostdan? Yo'q, ko'rmayapsan, ovozing ishlayapti. Qara, sirni palichka ol, qayerda bo'lsang ham. Bo'ldi, mana bu yerda bor ekan. Reali ko'rinmayapmanmi? Yo'q. Ko'rmayapsanmi sen uni? Yo'q, vaqti ko'rmayapman. Yo'q, ko'rinmayapti. Qayerda bo'lsang ham shakar ol. Pastdaman. Kimni pastida? Bilmayman. Shakar ol, qayerdasan? Buncha zo'r ko'rinmaslik. Yura, Abida suvdan ham olaylik. Bazasi zo'rda buni. Bunda o'zi aksiya ketyapti. Qanaqa aksiya? Abidan ichamiz, rasmga tushirib Telegram botiga jo'natamiz. Dubayga 2 kishilik chipta yutib olishimiz mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho sovg'alari ham bor. Davay. Ko'rinmas, qayerdasan? Shu yerdaman, nimaga? Abidadan bir blok suv ol. Bo'ldi. Tez. Aka katta rahmat, pulni sherigimiz to'laydi. Bo'ldi. Narsalarni pulni ber. Menga aytyapsizmi? Senga aytyapman, barakalla. Men ko'rinyapmanmi? Otni qashqasi ko'rinib turibsa, pulni ber. Yo'q, men qanaqa ko'rdim? Hech kim ko'rgan yo'q meni. Mana. Barakalla. Pulni ber deyapman senga narsalarni. Yo'q, men rostdan ko'rindimmi hozir? Menga nima berdi anolar? Ichirdi-ku nimadir, ichirdi menga.
Harchumo ishondi. Zo'r bo'ldi, как раз Dubayga qish ketamiz. Ye, уже qamalibdi. Telegram yulduzlarga chiqdi. Ko'zini qara. Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagacha hozir bitta katta shef keladi. Ya sizda ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasa o'sha katta shefni yaxshi ishlab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'ydirib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, yes qilamiz shefim. Ya assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyog'i tagiga krokodil terisidan terib solaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushimga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avoda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Yo, oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy, nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitib ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang, o'zi nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Bunga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini.